Do'stlar, do'kon peshtaxtalarida tovar qaytarib olinmaydi degan yozuvlarga ko'zingiz tushganmi? Bu noqonuniy. Do'kon peshtaxtalarida tovarlar qaytarib olinmasligi bo'yicha bir qator yozuvlarga odatda ko'zimiz tushadi. Ammo bu amaldagi qonunchilik hujjatlariga, aynan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga zid hisoblanadi. Unga ko'ra, agar siz oziq va nooziq mahsulotlarni do'konlardan xarid qiladigan bo'lsangiz, 10 kun ichida agar u tovar sizga yoqmasa yoki qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, o'sha do'konlarga qaytarib u mahsulotlarni olib borishingiz talab qilinadi. Faqat bu yerda ikkita asosiy masalaga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Birinchisi, o'sha mahsulot sotib olinganligini tasdiqlovchi tovar cheki, ikkinchisi o'sha sotib olganingizdagi holati, ya'ni shikastlanmagan holatda qaytarib berishingiz lozim. Ammo magazin hamda do'konlarda tovar sotib olinmaydi degan yozuvlarni yozib qo'yish amaldagi qonunchilik talabini bajarmaslikdan ozod qilmaydi. Shu sababli agar siz ushbu mavzuga doir savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.